Oyoq kengliklari e'tibor berib qo'yasizlar mana. Oq yuzlik. Uloqlari ham 20 ga olishaveradi. Lekin o'zi boshida kelishib olgandik. Shuning uchuncha tortishilmadi akalar. Narxini yengil qilib berdik. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari va bizni muntazam kuzatib boruvchi obunachilar barchalaringga xayrli kun bo'lsin deyapmiz. Video syomkamizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida boshlab turibmiz. Akalar bittadan like-ni tirsillatib bosib turasiz. Bugungi barra qo'zlarni narxini sindirib chiqarib beramiz akalar. Bugun hafta kunini aytib o'tadigan bo'lsak, bugun chorshanba akalar 8-aprel. Oybek akamizning mini qo'ralaridamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Oybek aka tushingmiz. Bugungi endi qanday yangilik bilan chiqamiz obunachilarga? Bugungi xudo xolasa 28 dona qo'zi qo'chqorlarimiz bor. 4 oy, 5 oylik. 5 dona urg'ochisi bor. Hop, 23 ta qo'chqorchasi bor. 23 ta qo'chqor. Voy, mashalloh, qarang akalar, kashtanlardan. Qayerdan keldi bular? Bular Qashqadaryodan keldi. Hammasi usori kashtan qo'zi qo'chqorlar. Sog'dan akalar mana. Tashqariga olib chiqmadi, xafa bo'lmishlar akalar, demaki. Yog'ingarchilik uchun mana qo'rani o'zida olyapmiz. Qo'rani o'zida. Akalar, odam ham kam, eplab ham bo'lmaydi. Bu barra qo'zlar katta qo'yiladi, o'sa sal eplasa ham bo'ladi. Bu barra qo'zlar umuman eplab bo'lmaydi lekin. Hurmatli obunachilar, qancha bo'ldi kelganiga bo'ladi? 1 kun bo'ldi kelganiga. 1 kun. Inshaalloh ozgina charchovi bor qo'ylar. Ha, yemni berib sinab olgan bo'lsangiz kerak menimcha. Ha, yem hashagini yeb turibdi, yeb ichishiga 1 hafta kafolat qilib beramiz. 1 hafta garantiya. Dastlabkasi qanaqa bo'ladi endi buni? Dastlabkasi Toshkentgacha, undan yog'iga kelishamiz. Toshkentgacha besplatni u yoqqa kelishiladi. Akalar mana sog'lom qo'ylar hammasi. Bu qo'ramizda nechta hozir? Bu qo'ramizda hozir 16 donami bu yerda hozir? Ha, bu yerda 16 dona qo'zi qo'chqorlarimiz bor. 16 dona ekan akalar bu yerda hozir qo'ramizda. Mana badallari ham yaxshi. Nima deydi ular? Yerigidan akalar. Qo'chqorlarning yerigidan mana. Kashtanlaridan akalar. Bo'ybas nechiga beramiz bularni? Bular 65-70 ga olishaveradi. 65-70 xotirjam chiqadi lekin. Mana oyoq qo'llari, joylashuvlari hamma yo'q akalar, kelishgan variantida. Sog'lom qo'ylar inshaalloh. Go'zalida olib kelganmiz. Inshaalloh bularni hammasi dumbalik. Hammasi unaqa akalar ikki dumbasini olib kelganmiz-da, qarang qo'chqorlar chiroyliligi. O'zi ham tilla olibsiz akalarga. Ha, bozordan. Tilla oldik, chiroyli. Tilla. Sizlar uchun chiroyli bo'lsa ana akalar. Obunachilar uchun chiroylilaridan mana haqiqat. Buni ana maqtash kerak yo'q. Inshaalloh. Bu narx alohida buni. Buni narxi alohida. Inshaalloh. Qani bir narxini eshitaylik yo'qsa, obunachilar chiroyli qilib 4 milliondan ozgina ayron qilib beramiz. Tanlab olishsa 4 milliondan hech pul ayron qilib berasiz. 100 mingdan ayron qilib beramiz. 100 mingdan. Barakasi bersin. Yana hayriga o'tib berasiz ozini? Osmoz o'tib beramiz. Tanlab olishsa boshqa narx bo'ladi lekin. Ha, tanlab olish. Plus minusi bor-a? Plus minusi bor, ha. Plus minusi bor akalar. Shoshilib aloqaga chiqasizlar. Biz keyingi partiyamizga o'tamiz yo'qsa akalar. Hurmatli obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga puli yengilidan, o'zi kichkina emas, puli yengilidan akalar. Kichkina bo'lishiga unaqa kichkina emas mana, misol mashinalar nargilardan nisbatan ham sal kattaroq bo'lishi mumkin mana akalar. Bu yerda sonlar nechta hozir? Xo'p. 5 ta urg'ochi bor, 5 ta qo'chqorcha bor. 10 ta, 5 ta qo'chqor, 5 ta urg'och, ha? 5 ta qo'chqor, 5 ta urg'och. 2 ta katta qo'chqor ham bor ekan-a? Ha, 2 ta katta qo'chqor ham bor. Katta qo'chqor ham bor ekan-a. Qayda qo'chqorlar ular ham? Bular ham sotiladi, ha? Bular ham sotiladi. Akalar. Qaydan keldi bu qo'chqorlar kattalari? Kattalar o'sha Qirg'izistondan o'tgan, o'sha biz ham savdogarlardan olganmiz. Ha, Qirg'iziston foydasi bo'lsa sotamiz. Oyoq qo'llari joylashuv, oyoq qo'llari ham ancha baquvvat ekan mana. Akalar, bilgan biladi buni lekin, bor-ku. Arashangacha achishgan, toza arashan emas, arashangacha achishgan lekin akalar. Barra qo'zlar, nargilar bir partiya bu. Barra qo'zlar, nargilar mana. Narxi yengilroq, narxini eshitaylik buni. Narxi yengilroq. Bularni 38 dan qilib beramiz. Ozmoz xayri bor. Xayrisiga yana o'tib berasiz. Xayrisiga yana 100 ming o'tib beramiz. Barakasi bersin. Bir joyga olishga odamga o'tib beramiz. Ana, gap yo'q. Katta qo'chqorlarda qanaqa ekan yoshlari? Yoshi bittasiga 4 ishga chiqardi. Bittasiniki qo'zi. Narigi qo'zi bu 4 tushadi demak-a.
Mana akalar, bittani o'shancha qana bir yoshini ko'rib qo'yaylik, 4 tushdi. Mashina, mana uni qarang. Mana qarang, dumbarazizlari ham, oyoq qo'llari ham, Quloqlari ham butun hamma joy. Bo'y bas necha ekan buni? Nechaga beramiz? 90 ga olishaveradi. 90 ga olinaveradi, ha. Mana qarang. Garbonozlari ham, aqa yo'g'i, sho'shlari ham hamma yo'g'i kelishgan. Akalar, qani bir yoshini ko'raylik. Ana akalar. Inshaalloh yangi 4 tushga o'tyapti ekan. 4 tushga o'tibdi. Narigisi qo'zi. Narigi qo'zi, ha. Uni bo'y bas nechaga beramiz uni? Buni 85 ga olishaveradi. 85 ga olinaveradi mana. Dumbalari ham kelishgan ekan uni ham. Oh yuzlisidan, akalar, oh yuzlisidan. Oyoq kengliklari e'tibor berib qo'yasizlar mana. Oh yuzli. Quloqlari ham 20 ga olishaveradi. Quloqi ham 20 ga ko'radi ana. Quloqlari ham ikkalasi ham butun akalar. Qo'zi hali bu. Qo'zi bunisi, qo'zi hali. Joylashuvlari. Narxini necha pul qo'yamiz endi buni? Bular 9 milliondan deyapmiz. Ozmon sayriga o'tib beramiz. 9 million so'mdan hayrisi bor, ha? Samarqandgacha dastlabkasi bor. Buni Samarqandgacha. Akalar, shoshilib aloqaga chiqasizlar yo'qsa. Narxlar yengil bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rganlarga kattakon rahmat. Bir nomerni aytib qo'ying Oybek aka. 93lik 93lik 425 425 82 22. 82 22. Akalar, aloqaga chiqasizlar. Nimaga kelishmadi, unaqa qilib tortishmadi deb o'ylagan bo'lsalaring akalar, narxlarni lekin o'zi boshida kelishib olgandik. Shuning uchuncha tortishilmadi akalar. Narxini yengil qilib berdik inshaalloh. Ma'qul kelgan bo'lsa kommentariyaga o'z fikrlaringni yozib qoldirasizlar akalar. Otangga rahmat deb kommentariyaga chiroyli fikrlarni yozib qoldirasizlar akalar.